rayon administratsiyasi, harbiy komissariyat, Orshah xabarlari gazetasi redaksiyasi tirishlig'i bilan bo'y berib davom etdi. Bugungi tantanada rayon boshlig'i Ilshod Abdulfatto'g'li Nuriyev so'g'ishda xabarsiz yo'qolgan yurtdoshlarimizning dokumentlarini yaqinlarına topshirishib, Pishmetov ovulundan 4 bir tug'an Xayriddinovlar Buyuk Vatan so'g'ishina ketdi. Hamalar 4'si de xabarsiz yo'qoldi. Bugün şularning ikisi Xabir ham Salahiddin Xayriddinovlarning yozmishlari belgili. Biz ularning tug'ani Xayriddinov Nafiq Minhaj olan biriga chaqirdik. İsmailov Zabir Ismailo'la Yangasala ovulunda tug'an. Albatta bolalar o'qitlar. Direktor o'rinbosari bo'lgan. Aның Yangasalada yashovchi bir tug'an singlisi 90 yoshlik to'y veterani Rahmiyeva Mahijalalni biriga chaqiramiz. Sabitov Ahmadulla G'arifo'g'li Nalasa ovulunda tug'an. So'g'ishda xabarsiz yo'qolgan. Aның aniqlari Faniya Sirajiyevani ham Farid Ahliyo'lini biriga chaqiramiz. Tıfvatulin Shafiq abi Subaşat ovulunda tug'an, so'g'ishdan xabarsiz yo'qolgan. Onun qizi xizmat veterani Ahmadjanova Tanzilani biriga chaqiramiz.